master klass haqida gaplashamiz, qizlarjonlar. Demak, master klassimiz 19-noyabrda boshlanadi, 24-noyabrda tugaydi. Har bitta darsimda 12 dan 4 ko'rsatiladi. Ukrasheniya, mulyajlar, живой tortlar bo'ladi. Xudo xolisa, direktga yana yozsanglar hamma ma'lumotlar beriladi qizlar. Polniy ro'zbotga hozir istoriyaga sig'maydi hamma ma'lumot. Qizlarjonlar 6 ta qiz yozilib bo'lgan, 4 ta joyimiz bor. O'sha 4 ta joyimizga tezroq yozib ulgurib olinglar qizlarjonlar. Keyin menda shunaqa imkoniyat bor, bilasizlar. Har darsimda o'qiganlar keyingi darsga bir marta yana ko'rib olishga kelishligi mumkin. Shunaqa imkoniyat berganman o'zim o'quvchilarimga. Bemalol kelib, keyingi darsda yana bir marta ko'rib olishingiz mumkin. Keyingi darsda yana ham tajribalar oshadi. Chunki menda o'qiyotgan o'quvchilar alhamdulillah shundoq o'qib ketishmayapti, natija bo'lyapti. Menga natija kerak. Ulgurib olinglar qizlar.